Assalomu obunachilar, navbatdagi prinsipimiz zakaz prinsipimiz tayyor oldu. Bugünkü seneге 2026 yil 28 mart günü bu prinsipimiz topşiramiz. Bu prinsip razmeriga keladigan bo'lsak 1.62-60 bo'ldi. Bortning balandligi 50 cm, reshetkasi 70 bo'ldi. Taglari 3 cm'lik qalin qo'llardan qilib berdik. 4 tarafdan suyullar, yarim kril qilib berdik. Bu prinsipimiz Qoraqalpog'iston Respublikasining 50 kalat tumanidan berdik. Prinsip ma'qul bo'ldimi, brat? Rahmat, ma'qul bo'ldi. Elektromontajlar bilan qilib berdik men. Necha so'm oldingiz? 11,5 bo'ldi. Aksiya bilan biz 12 ekan. 11,5 berdik. 11,5 oldik. Rahmat. Sizni tabriklayman, yaxshi kuningizda ishlashing. Mana shu so'rab kelsa 10 kun ichida nomer olasiz. Yana bir qator prinsipimizni afzal etib o'tamiz. Maloshni mashinalarini pastga etib kraska sapib berdik. 14 lik balonlar, 1.4 76 lik traktor prinsip risollarini parkoplari 1 tonna 600 lik qalin zamoqlari bilan ustamga qilib berdik. Ebida bilkasi, ebida kuzov nomeri. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Zakaz asosida ishlab beramiz. Tayyor prinsiplarimiz ham yillikda ochiq prinsiplarimiz bor. Kelaverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.